O'zbekistonning barcha viloyatida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Agar kanalimizda mehmon bo'lsangiz, eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lishingiz uchun kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Like bosgan insonning qo'llari Ka'batullohning devorlarini ushlasin. O'zgidromet markazi 19, 20 va 21-iyun kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol-sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Dasht va cho'l hududlarda 13-18 metr/sekund tezlikgacha kuchayadi. 20 va 21-iyunda 20-22 metr/sekund tezlikgacha kuchayib, chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat 19-iyunda kechasi 22-27 daraja, kunduzi 35-40 daraja. 20 va 21-iyunda kechasi 20-25 daraja, kunduzi 33-38 daraja bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.